Salom, men Blackpink a'zosi Jisoo'man. Jisoo'ning laqablari qanday? Menda Soya bor. Bu mening ijtimoiy tarmoqlardagi nikim. Yana nimalar bor? Jisunni. Blackpink a'zolari Jisuunnini juda tez aytib yuborishadi. Shuning uchun u Jisunniga aylangan. Ba'zan Jisunni Shungi, Jishungi, Chichu. O'ylashimcha Jisoo, ya'ni ismim unchalik noyob bo'lmagani uchun laqablarim ko'proq ismimning shirin talaffuzlari bo'ladi. Jisoo'ning kiyinish uslubi qanday? Odatda ishga borganda juda qulay kiyimlar kiyaman, lekin do'stlarim bilan uchrashsam yoki o'zim bo'lsam, ko'pincha biroz feminin uslubda kiyinaman. Men biroz past bo'yli bo'lganim uchun poshnali poyabzal kiyishni yaxshi ko'raman. Shuning uchun mening uslubim odatda casual va feminin, ya'ni nazokatli. Bugun esa biroz chiroyliroq kiyinib oldim. Jisoo fanlari nima deb ataladi? Eng keng tarqalgani Blink. Agar biroz boshqacharoq variant bo'lsa, u Blinku bo'ladi. Mening laqablarim kabi Blinku, Blink so'zining shirin aytilishi xolos. Blackpink Jisoo'ning sevimli qo'shig'i qaysi? Bizning Blackpink qo'shiqlarimiz ichida men Love to Hate Me ni juda yaxshi ko'raman. Uni kuylash ham, eshitish ham juda qiziq va zavqli. Bilmayman, shunchaki yoqadi. Jisoo nimadan qo'rqadi? Oldin men arvohlar yoki uyqu falajidan unchalik qo'rqmasdim. Lekin yaqinda tez-tez uyqu falajini boshdan kechiryapman. Endi bular menga juda qo'rqinchli tuyuladi. Arvohlar, uyqu falaji. Hozir men shulardan qo'rqaman.